Keyin ham qachon keladi aka? Bilmayman, ichib o'tayotganimda. Aka bu qanaqa taksi? Bilmaysizmi? Rozogo taksi-ku. Nima ishlar orqaga 2 kishi olasizlar? Hamma taksi 3 kishi oladi-ku. Biz shu klientlarni o'ylagan holda orqaga 2 kishi, oldiga 1 kishi olamiz. Maza qilib ketish kerak-ku. Sizlar uyda olib ketasizlarmi? Aka, biz xohlagan joyingizdan olib, xohlagan joyga tashlab qo'yamiz. Toshkentdan viloyatga, viloyatdan Toshkentga ham olib qo'yaveramiz. Sharoit qilib qo'yganmiz. Faqat ketish kerak. Yana keldi Nargiza, keldi. Ha, keldi. Qo'lingni yuvdingmi jonim? Yaxshi. Bo'ldi, o'tirdi hayda. Haydaymi? Eshikni ochmasdan kirdimi? Seriously? Shunday qiladi, ha. Hozir. Polvon aka? Ha. Shunday kelingiz bilan joyingizni almashtirib oling. Nimaga? Shu oldinda o'tirib ketsan, Instagramga story olmoqchi-da. Mayli. Ana aka manzilga kelib oldik. Qalay, mazax keldinglarmi? Gap yo'q, Rizoga zo'r ekan lekin. Zo'rda, endi pulini to'laysizlarmi bering? Pulni Nargiza to'laydi. Qanaqa qilib? Nimaga to'lamaysan? To'laysan, oldinda o'tirgan to'laydi deganmidik? Davay to'la. Ya aka, prikol qiling, kim to'laydi pulini? Bizda shunaqa odat bor. Kim oldinda o'tirgan bo'lsa, o'sha to'laydi. To'la, mujik, gapingni tur endi, davay. Yo, Nargiza qanaqa qilib to'laydi hozir menga, aka? Qanday to'laysan? Ha, kartangizga tashlar ekan. Karta nomeringizni aytsangiz tashlab yuboradi. Yo, bu aldamaydi bu, mujik bu. 8600 yozing.